Assalomu alaykum, kabobchi Briket House kuzatuvchilari. Men sizlarga ko'rani yomonini topib qo'ydim. Yaqinroq olib keling, buni qarang. Shunaqangi ixchamni topib qo'ydim. Bu hali asosiy klientlarimiz uchun hamma yo'g'i upakovka. Eng muhimi Xitoy zavodskoy. Bemalol o'zingiz bilan olib ketaverasiz. Yengilgina. Omalekim aytib qo'yay, soni cheklangan. Buni qarang, udobniligini qarang. Oyoqlari yig'iladi. Hamma tomondan bo'ldi, chamadon qilib ham o'zingiz bilan olib ketaverasiz. Ustiga setkalari hamma yo'g'i yig'iladi. Mana ko'rib olaverasiz, qarobkaga tushadi. Eng muhimi go'shtlaringizni shunaqangi pishirib beradi. Endi bunga yarashachi ko'mirlarni, kattaballar ko'mirlari ham kelgan mana. Magiya 1 kilolik upakovkada. Bemalol 20 ta shashligingizni mana shunday solasiz, qarsillab pishirib beradi. Xo'p, biz paketlarimizda o'tinliklari bor. O'tinliklarimizni mana hech nima ishlatmaysiz, gaz bilan tars bo'ldi, mana yoqasiz bo'ldi. Bo'ldi mana, xohlasangiz ko'mirni olib kelib turib, shuni yoqib turib tagiga qo'yib yuboraverasiz. Gaz balon deysizmi? Hamma yo'g'i bor. Komplektlarimizda mana yelpig'ich, suv, rojik, hamma narsasi bor. Mana briketlarimiz ham yumshoq, o'tinligimiz. Bosib yuborish kerak. Hammadan ham mangalimiz nima deydi? Mangalimiz, aka, mangalimiz. Juda ham qulay, udobniy, narxiga keladigan bo'lsa, 155 mingdan qilib beryapmiz. Faqat shu kabobchi Briket House'da kanalimiz orqali aloqaga chiqqanlarga yetkazib beramiz. Soni cheklangan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qo'limizdan kelgancha yangiliklar qilishda davom etamiz. Sizlar bilan kabobchi Briket House bo'ldi. Taklif bizdan, tanlov sizlardan. Unutmanglar, kabobchi, oilangiz ishonchi, sog' bo'linglar.